Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun 9-noyabr 2025-yil. Mana navbatdagi labolarimizga ham tuni ko'ra bo'ldik. Hop, obzorimizni boshlaymiz. Xudo xolasa, bu laboni egalari kanalimizdan ko'rib, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Jalayer mahallasidan kelibdi. Bu laboni qashti hamma joyini komplekt holatda qilindi. Mana bunaqa dugalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana polni ichlarigacha chotki, mana bizni bemalol ko'taradi ham, mashina ham tortadi. Orqadan u narsa kelib tegadigan bo'lsa, mana zashta qiladi, yo'llardan chiqib turibdi. Va mana bunaqa sondiqlari bor. Bu sondiqlari akkumulyator zashta qiladi. Har tomonlama mana bu yondan ham akkumulyator to'sadi. Bu ochilganda ichiga arqon kloch, aptechka, agnishital, shunga o'xshagan narsalarning solishlatsalaring bo'laveradi. Hop. Bu rezinkalari ham bor alohida. Mana bunaqa konteyner pollar qo'yilgan. Mana bu narsalar tormozga qattiq tegadigan bo'lsa, silliq kelib tegadigan bo'lsa, bukilmaydi, sirilmaydi, qirilmaydi, ramaga zarar yetkazmaydi. Hop, bunisi esa mana ko'rib turibsizlar. Tepasiga bagajlari bo'ladi. Ikkalasiga ham bir xil holatda egizak labo desa ham bo'laveradi. Bagajlarigacha qo'yib berdik. Sondiqlarni ham qo'yib berdik. Mana bu tomoniga ham ko'rasizlar. Bunaqa sondiqlarni ham chiroyli qilib o'rnatib berdik. Hop, murojaat uchun bemalol mana bu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Behijolat mana bu raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Qordon qishlog'i, Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida xuddi shunaqa qilib chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Ishlarimizda kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Keyingi ishlardan chiroyli qilib o'rnashtirib, qotirib beramiz, o'rnatib beramiz. Hop. Bagaji zapas balonni mo'ljallab ketilgan va tagida behijolat mana ko'rishingiz mumkin. Zapas balon qo'ysa bo'ladi, bemalol 200-300 kg yukni ko'taraveradi. Hop, bizning manzilimiz Bag'dod tomonidan kelganda, Bordon Svetofordan o'tganda, mana Svetofor chorrahasida, bu tomonda Yangiqo'rg'ondan tomon kelganda o'ng qo'lda bo'ladi, Bag'dod tomonidan kelganda chap qo'lda bo'ladi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Bagajlar, tepa ko'rinishlari. Sondiqlari, bagajlari, rezinkasi, dugalari alohida ham sotilaveradi. Dastlabki qilib ham chiqarib beraveramiz. Qo'shni viloyat, qo'shni tumanlar bormi? Behijolat telefon qilaverasizlar. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'lasizlar. Like gumillatib, yaqinlarga, do'stlarga lab olgan akalarga jo'natib qo'yinglar.